Assalomu alaykum. Azodlik to'pirikimiz. Assalomu alaykum. Farmon qandarak. Tunugun gibimga madlilar Musaybayev qarinishimiz javob beribdi. Men meningki bir salahiyetimni deb qo'y. Men bir dehqonadam, men bir Uyg'ur fuqarosi. Endi tarix albatta o tarixi mening hech qanday bir narsam yo'q. Tarixchilarga qarata men ularning bilimiga hamma narsaga hurmat qilaman. Ama Dilyar Musabayev'ninki bir siyasetçi de bilemem. Ama bir siyasetçi çokum mangan yolu da hem nemini bildi elitmeniz gerek. Mesela uzundan beri Abdülhamid Karlak efendim, ismini mi Nureddin kıyırınışımızın gapları kararında tarihlerini okumadı da o tarihler şunda buluşu mümkün. Ama ahirki mezgili kelgen vakti biz bölünüp bulduk. Bugünkü mücadelemiz, bugünkü tirişçalıkımız zaten nemi için? Şu tarihini tiklep bugünkü bir şey ekiliş için mi? Ya ki bugünkü bir devletimizin bir tiklep kılış gerek mi? Elbette bu devlet tikleş için tarihimizni nemi kılış gerek? Tarihini kılvatkan dünya sunuş gerek. Bu dünya sunulan tarihçiler yalnız Nureddin demez. Yalnız Abdülhamid Karlak Nureddinler özünün düşengen halıtıda sözleydik ya. Başka ama bunun oturdu menin Dilyar Musabayev'den ümit kıldığını hemmini bütün hemme şu akademistlerin ki tarihçi olsun, sosyolojik olsun, neyim olsun ulanın hemmini çıkıp onun üstüden bir akıl çıkarıp onun üstündeki bir akıl bilen bizim vatanımızdaki bugünkü ihtiyaç bilen kadem koyup meniş gerek. Ben mani demekçi Dilyar Musabayev'den talep kıldığım ve meninki yürek sözüm bu. Eğer bu sosyolojik deyimiz, bu tarih bulanın katarıga Dilyar Musabayev kirkitip kalsa, o vakti bu siyasetini, o vakti biz nölden başlap bir gap boğucu bu dünyadan yok bulup bulmaz, az yok buluş aldı turvatımız. Ama yok buluş aldıdaki nimelerden Dilyar Musabayev o'xshash shunday ziyolardan ömrümüz, vaktimiz yok. Vaktimiz bekçe kalmadı. Vaqt kalmagandan keyin Allohga shukr bugun shunday ishlarni qilib yeng yoshlik bahoridagi nimalarni qo'zg'adi yoshlar. Texmi yani bek cho'nqurlab matemalar kiritib bularning qatori kiritib qolsa, men shaxsan men o'zimning ochiq fikrim deb qo'yay. Men Abdülhamid Karlak bilan Nureddinning fikriga men qat'iy ketilmayman. Men bir Uyg'ur. Ular Uyg'urni Nureddin dedi Uyg'ur degan bir ism siyosating nimasidan chiqib qolgan dedi ku. Shu sababdan men qaytilmayman. Ham ondan keyin Abdülhamid Karlak efendim Uyg'ur degan bir demaydi deb o'zing deydigan gaplar bor. Shu sababdan men o'shkisiga qaytilmayman. U qaytilmaganligim mening qolsin. Mening qaytilmaganimni deb bu nimalar men yaxshi ko'radigan, men arzulaydigan ziyolilar nima deymiz? Siyasi yollar özünün kesbini koyup başka kesip kirkitip kalsa ben biraz konumun yerim buldu ki. Rahmet. Assalamu alaikum. Azat Tobrik'imdeşler. Assalamu alaikum. Ferman Kandırak. Ben Rukiye Turtuş Hanım'ın bir kıgan sözünün şu Azat Fonduk evet koydum. Sen mi anlat bak. Bir yerde benim demekçi boğunum mani Dilyar Musabayev'in özü yaxşı bir mening dehqonning sözünü yaxshi bir tanısın. Dilyar Musabayev yıllarca özünün o'ttirib qo'yayotgan bir masalasi bor. Biz xalqarada Uyg'uriston demdik yoki bo'lmasa Sharq Turkiston demdik. Mo'shun tanlashda biz uchun qaysi eng foydali deb turib bir muhim bir masalani qo'yib, eng oxiri kelgan chaqda Sharq Turkiston deymiz deb o'zining butun isbotlari bilan deyish orqali vatanning ismini Sharq Turkiston, millatning ismini Uyg'ur deb yo'liqchi. Buning hech kimning e'tirozi yo'q. Buni hammamiz qabul qilib va yaxshi bo'ldi deb qo'llab kelyapmiz. Ammo Abdülhamid Karlak, Nureddin aşı degan balla tunugun degan gapida Uyg'ur degan ism siyasetning siyosiy nimaning kuchi bilan chiqib qolgan deydi. Abdülhamid Karlak bo'lsa Uyg'ur deganim yo'q deydi. Bu yerdagi Dilyar Musabayev'ning o'tirib qo'yayotgan masala bilan Malaninki davatgan gap ikki gap. Birisi yo'q deydi, ama birisi
az bir siyosatchi qaysi biz uchun eng foydali deydi. Albatta bunday vaqtida aqlga bo'ysunimiz. Aqlga bo'ysunmasak nadonlik bo'lib qoladi. Mishani deb qo'yay dedim. Ya'ni bu yerdagi mening talashayotgan masalam Dilyar Musaboyevninki degan gapi bilan ikkisining degan gapi osmon zamin farqi bor. Shuning uchun siyosatchi hammasidan aqlli bo'lish kerak. Mening bu shaxsiy ko'z qarashim. Boshni yetkazib qo'yasiz. Rahmat. Permanbek, bu qarinishimiz ismini bilmayman, ismi yo'q. Bir Palanchi bek deb atagan batda, ama ismim yo'q. Shu bu qarinishimiz deb atay. Baldur chiqib kelib bu topda, namda bu topda bo'linayotgan temalarga qiziqib inkas qaytaryapti. Aslida bu top qiziydi. Bu Uyg'urlar yoki bizning jamiyatimiz anglab baxmagan nurg'un narsalarni so'zlaydik. Biz aldirab chiqib qoldi. Yana tek aldığımızda jiq temalarni so'zlaymiz. Mayada men bir narsaga bir chekdan bir qancha nuqtani chekdi bullet pointni Uyg'urcha tarjima qilib oldim. Muhim nuqtadan deyim. Muhim nuqtadan bir qanchisini ko'rdimda. Yani birincisi mandaq gap. Bu da ma topda deyish bo'ldik, endi topda bo'lmag'ash anlamapti. Birincisi oldi bilan bir haqiqatni bilish kerak. Bizning xalqimizning rost tarixni, haqiqatni bilish majburiyati va huquqi var hatta. Shuning uchun bizning tarixchilarimiz, men deyman-ku, ijtimoiy fandagilar diplomliq nanqipilar deb. Bizning ijtimoiy fandagi odamlarimiz tarixchilar bo'libmi, rost tarixni achikmidi. Xalqimizning oldiga achikmidi, ama inglizcha yozadi. İngilizce bütün rost narsani yozadi. Ama Uyg'urchada boshqa tarix yozadi, yolg'on tarix. Buni inglizcha, masalan, bu Nuriddin qarinishimiz bilan Abdurashid Qarliq ma'lumni bular Turkiyada o'qigan, shu Turkiyaning pardasiga so'zlaydi deydi. Astagfirullah. Bularning da'vatgan gaplari Türkiye'de Türkçe bir narsa o'qigan gaplar emas. Bizning millatimiz bag'aqdan boshqani o'qimaydi deyman-ku. Bu qarindoshlarimizning da'vatgan gaplari Türk tillar divanining ichidagi gaplar. Bizning millatimiz nima uchun divani lug'ati Türk Mahmud Qashqariyning yozgan kitobini o'qimaydi? Shuni o'qisa, bular shuni so'zlardi. Men o'qidim. Hozir yana bir gapim debdi. Bütün tarixchilarning yozganlarini Dilyar Musaboyev hammasini ko'rib, anglab, hammasida o'rtaq qaror chiqarish kerak deb. Men 15 yil bo'ldi bütün tarixchilarning yozgan narsasini o'qiyotgani, Uyg'urcha yozganini o'qiyotgani, inglizcha yozganini o'qiyotgani. Kimning saxtapazlik qilayotganini bekobdan bilaman tarixda. Bu Uyg'urlarning qilayotgan, Uyg'urcha yozayotgan tarixchilik emas bu, axlat. Buni inglizcha yozsa axlatchilikka tashlab o'tadi, shuni bilgachga inglizcha yozolmay Uyg'urcha yozadi. İngilizce'de bütünlüğü başka neyse yazıyordu. Mesela Taşkent konferansıda bir yığın içilip bu yerde Uygur diye isim komünist ziyaliler, Sovyet'teki komünist ziyaliler tarafından Uygur diye isim oturup koyulup bu isim koyuldu dedik. Bunu ben mi dedim? Nureddin İzbasar qarinishimiz mi dedi? Biz bunu nereden aldık? Biz bunu Türkiye'ninkini okup aldık mı? Yok. Biz bunu Kazakistan'ninkini okup aldık. Kazakistan'da şu O'rta Osiyodagi bizning millatimizning tarixini tadqiq qiladigan dunyoga dangli Uyg'urlar bilmaydi, chunki odam Uyg'urcha bir narsa yozmaydi, inglizcha yozadi. Dunyoga hozir Ravrus dangliq bir ziyoli bor O'rta Osiyoda, Qozog'istonda, ismi Ablet Kamalov. Ablet Kamalovning Toshkent konferansi to'g'riliq maqolasini o'qisin. Ya'ni Nuriddinning o'quvog'ini yoki mening o'quvog'im Turkiyaning narsa emas, Qozog'istondagi va Uyg'ur yozgan narsa. Endi bu qarindoshlarimiz bunga hayron qoladi. Voy, bu Turkiyanikini o'qiyapti deydi. Chunki uni yozgan Ablet Kamalov degan ziyoli uni inglizcha yozadi, Uyg'urcha yozmaydi yoki yozolmaydi. Shuning bilan bizning qarindoshlarimiz bir narsa o'qimaganligini ingliz tilida, voy, mamanda debdi bu cho'qim turkcha, mamanda debdi buning kendi cho'qim birsi bor, mamanda debdi mandaqchi. Qarindoshlar, men bir gapni aytaman. Bizning millatimizning qutulish yo'li kitob o'qish. Biz o'qisak nurg'un haqiqatni tushunamiz. Amaliyotda endi kelayli bu narsa foydaliqmi, ziyonliqmi? Mendaq tushundiray. Hindistonda bir kinosi vardı, Amir Xonning vatanlik vaqtimda o deyme chiqqan. Beshida bir tatiqi bor. Shunda muskulliq chiqqan, shu kinosida bir o'zining xotirasini yo'qotib qo'ygan bir rasmlar bilan qarab bir yerlarga boradi. Keyin kinoning oxirisida bu asta-asta esiga kelib,
Hele beşideki tatlıqını milliyetli birisinin urup beşiği yarıqı vetkini bir nesle isi kip ahirsi imtiqam alıdı. Bizden milletimizden ahvali del aşkı filmdik adam. Bizden milletimiz isini yo'qotgan holda, xomush holda, uyning adresini bilmagan holda taksichiga uyning rasmini ko'rsatib miyaga apara qo'y deb ashkinodik ash personajdek oshda yuribdi bizning millatimiz. Bir millatning isini yuvitish degan bu ijtimoiy pallarda bahcho'ng narsa Xitoy yuvatgan isimizni. Va bizni mushta qilib qo'ydi, Uyg'ur bo'lib qoldik yoki hozirgi kimlik bilan chiqib qoldik deb o'ylaydi. Buni bildiganlar masalan Nabijon Tursun efendim biladi bu ishlarni bizning da'vat qilmizning hammani. Ama muşta bob buldu, amal yok, muşta ketiverel deydi. Ama yeğiliki isini yoktub koyga Amirkandek, muşta ketiverel deyip, hamuş biti bir yegi çık kılıp olmaydı. Aş kinoda kanda kılıdı Amirkan, ahirisi de asta ötmüşünü eslep, özünü tepip, beşiği yarını urgan adamın kimliğini bilip intikam alıdı. Şunun için bir milletinin isini uçurvetken bir milletini, tarihini esletiş arkalık özünü tepiş gerek. Bu yer bir nas ini qo'sin, Abdurishqarliq Uyg'ur yo'q demidi. Ma Uyg'ur yo'q degan bo'lsa, ashta degan jumlasini kesib, ya yozgan demasini kesib, ya videosini kesib avassun mana. Bir adam birga quvvatqa vaqtida o'zinglarning anglashni xohlaydigan gapinglarni anglab, shu ma'noni chiqarib olmanglar. U odamning nima da'vat qilganini avval bir anglanglar. Ahmadjon Pidoyi sizning millatingiz nima Uyg'urmi deganda, men bugungi Uyg'ur divandagi Uyg'ur emas deydi. Aşta hep cevap verdi. Divandaki Uygur emas degeni nima? Türkçüler divanını içip divanda Mahmud Qashqari Uygurlarını nima deb ezibdike şu yani bir kösün. Bu qerenişimiz anakin tushundu onun nima deganini. Shuning uchun qarindoshlar buni ko'riblar ba'zilar voy bular Uygurlarni yo'qotmoqchiga bu bizga ziyonliq deydi. Qarindoshlarim hech kim Uygurni yo'qotmoqchi emas. Bugungi ahvolga qandoq keldik buni xotirlab esiga ilib bu aşı özünün kimligini tonağa vaqtida onun dikin kelgüsü qayoqqa menishni biladi inson. Agarda men davatman go boshqa tarixchilarning buningga fikri bo'lsa, maydonga chiqsin, Mahmud Qashqari nima yozgan, Yusuf Qasajib nima yozgan, Alisher Navoiy nima deb yozgan, Saidxon nima deb yozgan, Aman Nisaxonning yo'ldoshi Abdurishqon nima deb yozgan, bütün asli materiallar bor, qarindoshlar bor. Onu şu yeziqni o'zgartib o'tkazishga o'qiyanmaydi hozir Uyg'urlar. Ammo u yeziqni o'rganganlar, koni burunqi yeziqni o'rganganlar uni o'qiy oladi. Shuning uchun bu narsalar qandaydir bir xatarlik narsalar emas. Biz buni bilib, o'rganib, hamma 100 yil bo'ldi, biz 100 yilda bu Uyg'ur degan kimlikka singdi bizga, tamam buni qabul qildik, tamam. Ammo o tarixni bilgan vaqtingizda siz bu yerga Xitoyning qanda ekanligini, neylik Amirxonning beshig'i Tatuxni dushmani qanda urib va minisini zaxmlantirib, esini yo'qitib etib tashlab qo'ygandek, bu yerdimi bir xalqning tarixiga nima yo'g'ini operatsiya qilib tep chiqish asli tarixchining vazifasi. Ammo yolg'ondan yozib paytimidek yolg'on yozayotgan odamlarni tarixchi deb hozirgacha xomush kendi yuribmiz. Eğer bu gapimga fikri bo'lsa tarixchilarning Nuriddin bilan ekranga birga chiqadi, qo'lida Turk tillar divanini, Saidxonning asarini, yana shu tarixdagi ben ismini hozir sanab bo'lsam yerib qoladigan nurg'un o'zimizning odamlarning kitoblarini yozgan narsalarni ko'tarib ekranga chiqadi, shu yerda ochadi, o'qiydi. Aşağıda körümüz kim rast, kim yalan. Ben bir sual qo'yib, bir millat o'zining tarixini, rast tarixini bilmay turib nega boradi? Bir milletning o'zining rast tarixini o'rganish huquqi yo'qmi? Ilmi 70 yilning yağı o'zimiz tarixchi atvaga odamlar bizni aldab kelyapti. Undaq emasmi? Anki mening oxirgi tavsirim, agar Toshkent konferansida Uyg'ur degan ism mushtar chiqib munozara qilinib, kim bu ism qaytadan qo'yilgan deydiganga fikri bo'lsa, Qozog'istondagi Ablat Kamalov degan odamni izlab, shu odamdan so'rsin, sen Uyg'urni inkor qildingmi? Mama qalangda manda yezibsan-ku deb. Çünkü biz o gapni shu yerdan elib da'vatimiz. Turkiyani izlimisin, Qozog'istonni izdisin.